أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. بذكر الله سبحانه وتعالى نang faz ihsan ve inayet bilen At-Tafsirul Müyesser degan darsimizning o'zini davom qilgan bo'lib, Maida surasining 58 oyatga kelib to'xtab qolganmiz. Shu yerning o'zini darsimizning o'zini davomlashtirishga tirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin Uygur tercümesi. Sizler namazga chaqirgan, ya'ni azan aytgan chig'inglarda ular namozni ham sizlarni masxara va o'yinchoq qiladi.
Bu şunun üçünki ular namazning hikmetini va namazning nafsni paxlashdagi g'oyasini tushunmas qavmdir. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudi va Nasoralar jamoasi, faqat bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchiliginglar fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarga Allohning nazaridagi buningdan yomon jazoni aytib beraymi? U shundoq kishilarning jazosiki, Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi va ular g'azab qildi. Alloh ularning bir qismini maymun va cho'shiq qildi, bir qismini shaytonga ibodat qilgan qildi. Ana shularning o'rni eng yomondir, ya'ni do'zaxdir. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashgandir. Yahudilarning munofiqlari yananglarga kelgan chaqda biz iymon etdik deydi. Vaholanki ular ey Muhammad yaningga kufr bilan kirib, kufr bilan chiqib ketdi. Ya'ni senden anlagan ilimden faydalanmadı. Allah ularning yushirgan narsasini, ya'ni nifaqini va kufrni obdan biladi. Ular, ya'ni Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm qilishga va harom yeyishga oldiraydiganligini ko'rsan. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ularning zohidlari, ahba ahborlari nemishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi? Ularning qilmishlari nima degan yomon? Yahudilar Allohning quli bog'liqdir. Ya'ni Allah bexildir yoki peqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlari sababli Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Amalda Allohning ikki qo'li uchiqdir. Qandoq qolsa shundoq rizq berdi. Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrni oshirdi. Ya'ni ularning sana dushmanligini va Qur'onni inkor qilishni ziyoda qiladi. Biz ularning orasiga qiyomatgacha davom etadigan o'chmanlik va dushmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chirdi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuriydi. Alloh buzg'unchilik qilg'uvchilarni yoqtirmaydi. Xo'sh, va iz nadaytum ila solah va iza azzana muazzinu va iza azzana muazzinukum ayyuhal mu'minuna bis salah سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزأوا من دعوتكم إليها وذلك بسبب جهلهم بربهم وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة. Sizlerinin muazzinanla ey müminler namazga aznu qısa Yahud Nasaralar va shular bilan birlikda mushriklar ham zongli qiladi. Va ko'z qilmay sizlarningcha u namoz o'qigan da'vatinglarnicha istehzo qiladi, masxara qiladi. Ashundoq bo'lish ular Parvardigarni bilmaganlik sabab bilan. Va chuqum ular ibodatning ham haqiqatini bilmaydiganlar bular.
قل أيها الرسول لهؤلاء المستهزئين من أهل الكتاب ما تجدونه مطعنا أو عيبا محمدة لنا من إيماننا بالله وكتبه المنزلة علينا وعلى من كان قبلنا وإيماننا بأن أكثركم خارجون عن الطريق المستقيم. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ehli kitaplardan, ehli kitaplardan aşu zаңлы kıladigan, көz gülmeydiganlarning o'ziga deginki, ma tajidunahu matanan aw ayban wa mahmadatun lana. Sizlar onunğa ta'ni qiladigan, sizlar ta'ni qiladigan o'rin topgan yoki sizlar eyiblik topgan narsa biz uchun nihoyatda maqtilgan bir narsadir. Maqtilishga loyiq o'rindir. Masalan, bizning Allah'ın biz tushirgan kitoblarga iymon etishimizdan va bizdan burunqilarga iymon keltirishimizdan va bizning iymon keltirishimizdan shuniki chuqum va iymonuna va bizning iymonimiz shuniki chuqum ularning ko'pinchisi tüptüz ravurus yo'ldan chiqib ketguchidir. قل أيها النبي للمؤمنين هل أخبركم بمن يجازى يوم القيامة جزاء أشد من جزاء هؤلاء الفاسقين. Degan ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müminlerge, ey müminler sizlerge kıyamet günü muşu pasıqlarının cezasıdın mı qattiqarak, eğirrak ceza birilgan kişilerin özü hakkında haber kılmayman mı? İnnehum eslafuhumullezine taradahumullahu min rahmetih ve gadibe aleyhim ve mesaha halkahum feceale minhumul kiradete vel halazira بعصيانهم وافترائهم وتكبرهم كما كان منهم عباد الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض لقد ساء مكانهم في الآخرة وضل سعيهم في الدنيا عن الطريق الصحيح. Çukum ula ve ulanın ilgakilere Allah ularını ço öz rahmetinden jiraklaştırgalla. Qoğluvatqalla. Allah ular gazap qalla. Allah ularının sürtünü asnustun qılıp, sürtünü ötkellä. Demek Allah ulardan maymunlu qıldı. Çoşqun qıldı. Sürtünü mübeddel qılıp. Ula asil qılıq sebep bilen ve ula böhtan toqqanlık sebep bilen ve ula kavrulik qılıp, çoğunçuluk qılıq sebep bilen. Qandaki ularını qatardan tağutlarga ibadet qılğalımı boldu. O ubadu tağut kim dese Allah'ını qup qoyup durup Allah'dan başqa ibadet qılğanның hammasi. Elbet çoqum nait yaman boldu ularning ahiretlik o'rni ve ularning dunyodagi ijtihadi hem boldu وضل سعيهم في الدنيا عن الطريق الصحيح ve adışıp ketdi ularning tirishchiligi, dunyodagi tirishchiligi to'g'ri yo'ldan adışıp ezib ketdi ular. وإذا جاءكم أيها المؤمنون منافق اليهود قالوا آمنا وهم مقيمون على كفرهم قد دخلوا عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم ثم خرجوا وهم مصرون عليه والله أعلم بسرائرهم وإن أظهروا خلاف ذلك. Ey müminler,
Yahudilarning munofiqlari sizlarni qachonlar kelsa, ular biz iymon etdik deydi. Amaliyotda ular o'zlarining kufr usticha muqim tug'ichidir, iymon keltirgani yo'q. Ular sizlarga o'z e'tiqod qilayotgan, o'z qalblari bilan e'tiqod qilayotgan kufr bilan kirdi sizlarning so'naga. Anından keyin yana shular shu kufr bilan chiqib ketdi. Andan keyin chiqib ketdi ular esa kufr ustida ching tug'jini. Boshqalar chiqib ketdi. Allah ularning ishki sir dunyosini obdan biladi. Gerçi ular onun xilofini ko'rsatsin. وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزور والاعتداء على أحكام الله وأكل أموال الناس بالباطل لقد ساء عملهم واعتداؤهم. Körsen ay Peygamber aleyhissalatü vesselam Yahudlarının köpün sunçu yolgan sözleş, yolgan guvalıktan ibaret bu günah-ı masiyetke aldırganlığını görsen. Ve Allah'ın hükmü ço tacavüz kılığını görsen. İnsanların mal mülklerini haksızlıkların yuvaganlığını görsen. Elbet çokum nait osol oldu. Yaman bu ketide ularının bu kan emeli ve ularının bu tacavüzçülüğü. Halla yunhi haulâ'illezîne yusâri'ûne fil ismi vel udvâni e'immetuhum ve ulemâ'uhum an kavlul kezibi ve zûri وأكل أموال الناس بالباطل لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر. Tosqun bolsa halla bir yerde tahziz. Tosqun bolsa kaçki. Çekligen bolsa halla yenha haula illezine yusayiruna fil ismel udvan. Bu günah ve düşmanlıkke aldırgan murşularının üzerine ularının imamları, ularının alim ölümaları çekilgen bolsaydı ya. Nimeden yalgan sözleştin ve nime uydurma yalgan guvalık, yalgan sözden yine. Ulardan alim ölümaları, imamları çekilgen bolsa ulan ha. Ve insanların mallarını haksızlıkla yiyiştin çekilgen bolsa nimdige yaxşı olatdı ama ular çekilmedi. Elbet çokum yaman boldu bularının ki bu ularının imam ve ulemalarının kan hareketi işi nayetbek yaman boldu. Ula bu münker işlerini köge vakitte nehiyinico terk etke vakitteki ularının bu işi bu şükür vağallığı nayetbek yaman boldu. Yutli'ullahu nebiyyehu ala şeyin min maasimil yahudi ve kana mimma yusirrunehu fîmâ beynehum ennehum kâlu yedullahi mahbûsatun en fi'lil hayrâti بخيل علينا بالرزق والتوسعة وذلك حين لحقهم جدب وقحط غلت أيديهم أي حبست أيديهم هم أن فعل الخيرات وطردهم الله من رحمته بسبب قولهم وليس الأمر كما يفترونه على ربهم بل يداه مبسوطتان لا حجر عليه ولا مانع يمنعه من الإنفاق فإنه الجواد الكريم ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد. وفي الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق به من غير تشبيه ولا تكييف
لكنهم سوف يزدادون طغيانا وكفرا بسبب حقدهم وحسدهم، لأن الله قد اصطفاك بالرسالة. ويخبر الله تعالى أن طوائف اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا وينفر بعضهم من بعض، كلما تآمروا على الكيد المسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رد الله كيدهم وفرق شملهم. ولا يزال اليهود يعملون بمعاصي الله مما ينشأ عنها الفساد والاضطراب في الأرض، والله تعالى لا يحب المفسدين. Allah öz peygamberge Yahudlarının yaman günah ma'siyatlaridan ibaret bu narsalarni çok ko'rsatdi. Ular o'zaro maxfiy qilgan narsalarni qatardi bu narsa bo'lsa. Cho'qim ular degan tinim deb Allohning quli so'loqliq, yaxshilik qilishdan, ya'ni bog'loqlik, mahbus, so'loqliq deb. Allah bizga rizq berishdan baxillik qildi va rizqimizni kang qilishdan baxillik qildi degan. Bular o'zaro sir qilgan, maxfiy qilgan, o'zaro yushirishgan narsani Alloh o'zining payg'ambariga xabar qiladi. Oshni deyish vaqt qachon desa, oshni ularga qahatchilik va ocharchiq yetib ketgan chog'da mana degan. G'ullat aydihim la bog'lansin ularning qo'li. Endi so'llansin, bog'lansin ularning qo'li yaxshilikni qilishdi. Allah ularni o'z rahmatidan uzoqlashtirdi. Ularninki mushu so'zning sababi bilan. Ish ular o'z parvardigorligiga bahtam qilgandek emas, balkim Allohning qo'li ochiq. Hech qanday u Allohni to'sib qo'ydigan, u Allohni cheklab qo'ydigan bir cheklovchi to'squchi yo'q. Infoq qilishdan hech qanday cheklab qo'yilgan binasi yo'q. Alloh subhanahu va taolo Javvodul Karim o'zining hikmat ilohining taqozzosiga binoan infoq qiladi. Va bandalarning foydasi nima bo'lsa, nima bo'lsa, uni Alloh infoq qiladi. Oyat karimadir Yadaynni Allah subhanahu taologa isbot, yadayn degan sifatning o'zini Allohga isbotlash bor. Allohga loyiq bo'lgan ravishda boshqa narsa o'xshatmasdan va uni uchun shakllantirib o'qimasdan. Lekin ular yaqinda tug'yon jihatda va kufr jihatda adnishish va kofirlik jihat bakadnishib ketdi, taqimishib ketdi. Ularning dushmanligi, hasadxo'rligi sabab bilan. Chunki Alloh azza va jal seni payg'ambarlik ixtiyor qildi. Xabar qildi Alloh subhanahu va taolo. Shuni xabar qildik, cho'qim Yahudlardan bo'lgan bir toifa bilan ular qiyomat kuchlik o'zaro bir-birisidan dushmanlashib davomlashadiganligini xabar qildi. Va ularning ba'zincha nafratlanib bir-birisiga la'nat qilishib mujnal o'tadi. Bu vaqt buni xabar qildi dedi. Har vaqtdagi ular musulmonlarga bir fitna fasodni qo'zg'ash, urush o'tini yoqib o'tishdan iborat bir yil mikr qilsa, Allah ularning bu yil mikrini o'z joyiga qaytarib o'tadi. Allah bularning birligini buzib tashladi. Yahudilar Allah qarshi ishlan qanday qiladi? Davomliq shu qarshi harakatni qilishga harakat qiladi. Bir narsaniki paydo bo'ladida bu ma'siyatning o'zin fasodlik, buzuqchilik va zimindagi iztirob, ikkilanish, muqimsizlikdan iborat
Muşu u ma'asidan paydo bo'lgan narsalardan iborat mushu narsani qilib davomlashadi deydilar. Alloh subhanava va taolo bu xil turdagi buzg'unchilarni aslo yaxshi ko'rmaydi deydi. Xo'sh, oyat karimlarni ba'zi bir balog'iy tarafli bo'lmasini qo'limiz yetgan doirada bir qator eskartib o'tamiz. Hmm. Bu yerda yadullahi mağlula da bu. Yadullahi mağlula. Bu kinaye. Kinaye كناية عن الموصوف كناية عن الصفة كناية عن النسبة ومقصد biz balagatta bunu bunu okuyan dersimizde. Bu huldun nemeden kinaye. Yani behil demek şey de bunun. Kinaye an sıfa. Bu yedullahi mağlulat gen bu behillikten kinaye. O ilqet nima g'allul yad baxiliq tinkigan bo'lsa hamda va u nimani qo'li ochiq degan gap u saxovat tinkinay deydi masalan saxovatning kinoyi bo'lgandek bu g'allul yad baxillikdan kinoya kullama avqadu nara kullama avqadu nara buning da istiar bor chunki harf deganimizda nima bo'lmaydi o't bo'lmaydi buni faqat bu harfni nimaga o'xshatildi o'tga o'xshatildi qandaq bir o'tmi u nima bu harf u o'zini ahlini yeyotgandek yeydi qandaq o'tmi o'zini atrofiga o'tin yeyotgandek bu urushmi shu yerdagi aholining hammani yeb tutayotgan gapda mushaqqatga vaji shabah e'tibor bilan buni qanday qilindi deganda bu bu harfnichu o'tqu tashbih qilindi. Bunda mana istiara bor. Xo'sh, bugungi darsimiz shularga kifoyalanamiz. Darsimiz davomi Alloh xohlasa ayat bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.